Oyog'imga kirib ketyapti. Hammaga assalomu alaykum. Bu xotin podkast. Anchadan beri podkastlarga yozmayotgandik. Bizda bugun juda ham zo'r havo, shunaqa quyosh chiqib ketdi va biza mahallamizda bugun aylanamiz. Bugun yakshanba, hech qanaqa magazinlar, do'konlar ishlamaydi. Prosta toza havodan maza qilib aylanib, ko'rib kelamiz. Va bilasizlarmi, juda ham ko'p e'tibor beraman. Germaniyada juda ham havo toza deyshadi va musirlar yerda hech qanaqa tashashmaydi odamlar deb aytishadi. Mana men o'sha Germaniyada yarim yildan beri yashayapman. Rostdan ham shunaqami musirlar yo'qmi anaqalarda ko'chalarda shunlarni tekshirib ko'ramiz mahalladan yurib. Men sizlarga ko'rsataman. Hozir yo'lga chiqdik. Mana o'sha birinchi menimcha prikolniy qiziq bo'ladi. Itlarni aylantirib yurganda mana bunaqa yashikchalar, paketi ham bor, ko'ryapsanmi? Mabodo tam. Kerak bo'lsa, чтобы ko'cha ifloslanmasligi uchunmi? Ifloslanmasligi uchun paketlarigacha turadi. Demak, men tushunishim bo'yicha itlarni olib yurganda bu yerda ko'chada nemislar o'zini it tashlagan axlatini ko'chada tashlab keta olmaydi. Tozalab yuradi. Bularni tozalab yuradi. Bu nima sababdan? Ularda qanaqadir shunaqa tozalik birinchi o'rinda turadimi yo shtrafmi? Shtraf ham bor-da. Shtraf bor ekan. Buni men bilmagandim. Men ko'rganman shunaqa musirniy paketlarni. Lekin imенно shtraf beradi deb o'ylamagandim. Hozir mana shunaqa quyosh chiqib ketdi. Men rosa yaxshi ko'raman bunaqa quyoshli havoni. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Qaranglar, o'zi hozir mana shu yerdan bilsanglar bo'ladi mana. Bizda yaqinda qor yog'di. O'sha qor mana erib ketdi va mana bizning atrofimizda shunaqa chiroyli manzarali ko'chalar. Juda ham havosi toza. Hozir mahallaga boramiz. Rathausni ko'rsatamiz. Domlarni, uylarni ko'rasizlar, chiroyli. Domlarni, uylarni ko'rsatamiz. Mana bu hamma mahallani o'zini mahalla komiteti bo'ladi-ku, baribir chiroyli bunaqa zdaniyada. Bizda ham xuddi shunaqa zdaniya bor, mahalla komiteti, nomi Rathaus deyiladi. Va hozirgina mana o'sha kelyapmiz uylarga. Qaranglar, mana bu yerda magazin Nachkauf deb yozilgan. Bu produktovoy magazin, hozir yopiq, u yoqqa bora olmaymiz, chunki yakshanba kunlari magazinlar ishlamaydi. Aytgancha mana bu yerda ham musirli baklar bor, shularni ham etib ketsak bo'ladi. Ko'rinmadi, mayli. Bu muzikalniy shkola, bu yerda har xil kurslar bor. Gitara, yana nima bo'la, saksofon, barabanlar, mana bu yerda chalishadi. Mana shu yerda yozilgan mana. Music Verein. Muzikalniy shkola. Mana bu to'g'ridagi pojarniy. Mana bumi? Da. Men bilmagandim buni pojarniyligini. Mana shu pojarniy часть bo'ladi. Hozir mana bu yerdan bu yoqda ko'rsatgan. Tepaga qarab chiqamiz. Chiroyli uylar ko'rinadi. Birgalikda tomosha qilamiz. Ha. Tozaligini ham tekshiramiz. Vau, bunaqa tepalikka hali chiqmaganman. Uylarni qarang, chiroyliligini. Ben bu yerdan yurmagandim, bu yerdan hech yurmagandik, bilasizmi? Mashinada. Bugun yakshanba, hamma dam olyapti, shuning uchun ham hammani uyini oldida o'zini mashinasi turibdi. Hech kim ishga bormaydi, magazinga bormaydi. Mabodo xolodilnigingizda hech nima qolmasa, och qolib ketasiz. Chunki produktovoy magazinlar ham hammasi yopiq bo'ladi. Musorkani qara, chiroyli qilib qo'ygan. Yashikcha qilib. Bu yerga любой turdagi musirlarni tashlasa bo'ladimi? Yo'q, har xil. Bu yerda 3 xilmi, 4 xil musor anaqaga ajratadi. Biomul deydi, har xil. Po'choqlar, masalan, tam bilmadim, semechka chaqdi yoki nimadir, olmani po'chog'i, kartoshka, shular alohida qiladi. Keyin qog'ozni alohida, papir deydi. Keyin mana bu paket, salafan, foliya deydi. Ularni alohida qiladi. Keyin yana nimani ajratadi? Baklashka. Baklashka nimaga ajratadi? Chunki baklashka soqqa pul beradi baklashkadan. Bu yerda mana ko'chalarda hech qayerda baklashka ko'rmaysizlar. Hech kim adashib ham baklashkasini tashamaydi, chunki magazindan olingan har bir baklashka bu pul turadi, pul. O'sha baklashkani siz olasizda
O'sha yerda magazinni har bir magazinlarda apparat bor tiqadigan. Baklashkani tiqqaningizda sizga pul beradi. Keyin yana shishani ajratishadi. Keyin shishalarni ham oddiy musorga tasholmaysiz. Uni ham spetsialniy bak bo'ladi. O'sha musorga tashlashingiz kerak. Qarang ularni. Chiroyli. Ham quyosh chiqib turgani uchun juda ham chiroyli ko'rinyapti uylar. Menimcha ko'rinyaptimi? Bitta ham musor yo'q. Bitta ham musor yo'q rostdan ham ko'chada. Bitta ham musor yo'q. Hozircha topmadik. Topsak aytamiz, ko'rsatamiz. Musor topsak ko'rsatamiz. Endi Germaniyada ham joyiga qarabda bir xilgi joylarni ko'rganman, rosa ham ko'p musor. Bilmadim nimaga bog'liq bu narsa. Bir xilgi joylarda Juda ham вообще toza. bo'lmaydi. Da toza. Mana hozir bu mahallamizda yuribmiz. Juda toza. Juda ham toza ekan rostdan Mana ham. qarang, aytlarda voy daraxt o'sib qoldi. Vau. Uni qarang, ularni kaltalab qo'ygan daraxtlarni. Juda ham chiroyli kaltalab qo'ygan, to'g'ri. Bizda turgan shahar juda ham toza, ozoda. Odamlari ham qanaqadir yaxshi. G'ovjum bo'lmasa ham, lekin mehribon qanaqadir odamlar. Musor topdim. Musor topdilar. Qani? Men ko'rsataman. Mana bu yerda buni ham musor deb bo'lmaydi, qanaqadir. Просто qog'oz. Nuqsa Ko'rdingmi? musor Mana u- emasmi? Mana anaqalarda turibdi. U daraxtdan tushgan narsa emasmi? Daraxtniki yo'q, daraxtga o'xshamaydi. Qanaqadir qog'ozga o'xshayapti. Hmm. Ana u tepadan tushgan, qara. Menimcha o'shandan tushgan. Mana shunaqa musor topdik. No, lekin har safar prям ko'chada tiqilayotgan musor ko'rmaymiz, to'g'rimi? Videoni nomi anaqa. Musor qidirib deymiz. Musor qidirib yurgan dedim. O, mana bu to'g'rida ham chiroyli ekan, qarang. Mana bu qara, mana bu chiroyli ekan. Nech pul ekan shular? Bilmadim. Biz ham bilmaymiz. O, to'g'rida nima bor? Juda chiroyli ekan. Zinali. Wow. Zinali rostdan ham men ko'rmaganman ham, chiqmaganman ham. Volen Zak. Farshule. Avtoshkolani mashinasi ekan. Bitta nimaga mashina hamma uyda mashina bor deb savol berdingizmi boya? Ha. Bularda muammo emasda mashina olish. Ya'ni arzon turadimi mashinami yo yaxshi pul topadimi? Yaxshi pul topadi, mashina ham arzon turadi. Ularga biznikidaqa tushuncha yo'q, unaqa mashinaga yig'ib, mashina olaman. Bitta bir qanaqadir ma'no anglatmaydi-da. Mashina olish missiya emas bu yerda. Mana ko'chalarni ko'rsating. Buni qarang. Vau, anta daraxtlarni. Aytgancha bu yerda men ham birinchi marta yurdim, juda chiroyli ekan. Men ham bir xil ko'chalardan birinchi marta yuryapman. Shu yerda yashab turib ham birinchi marta yursak ajoyib. Katta-da baribir mahallamiz. Mana shunaqa. Ko'chada hech kim yo'q. Ko'chada hech kim yo'q demoqchi edim. Bitta mashina chiqib qoldi. Lekin baribir bugun nisbatan umuman mashina yo'q, chunki yakshanba. Da, odamlar ham kam, umuman yo'q. Hamma menimcha uxlayotibdi. Uylar chiroyli, albatta. Keyin men e'tibor berdim, har bir hech bo'lmasa 4 ta 5 ta uydan keyin musorniy bak turibdi. Da, har bir hamma eshigini oldiga olib chiqib qo'yadi-da musorani. Har bitta uyda oldida bor. Menga to'g'risi juda ham havo yoqyapti. Chunki qishda bunaqa Germaniyada havo topish amri maholmi? Chunki boshqa shaharlarda hozir qor yog'yapti-da. Bugun yakshanba, qurilish yo'q. Da, ishlamaydi. Zo'ra? Shunaqa narsa bor, yana katta shaharlarda e'tibor qilgan bo'lsang, полностью
o'rab qo'yadi. Ha, men ko'rganman katta Myunxenda ko'rganman. Myunxenda ko'rgandik, o'rab qo'yadi, чтобы даже changi ham tushmasligi uchun. Ko'rinmaydi ham hatto ichkarida anaqa ishchilar ishlab remont qilayotgani. Ha, endi bu yerda kichikroq joy bo'lganligi uchun, unaqa ham aholi ko'p bo'lmaganligi uchun просто lesnitsalarni terib qilyapti. Shunda ham qara, setkalar, bu narsalar qo'yib qo'ygan. Yana nimasi qoldi? Uyda qilyapti, polностью o'rab hammasini zinalarini qo'yib olar ekan bu yerda. Bizda yetmaydi-ku unaqa texnika. Ha, to'g'ri. Ko'rsating. Bilsam, uyda birinchi bitta tarafiga qo'yadi, qaysidir joyiga. Qimmat bo'lib ketadi-da, uncha nimani topish uchun. Shuncha texnikanimi? Mana lesnitsa. Lesnitsalar bor-ku, qara. Zina poyalar. Ha. Polностью o'rab qo'yib olgan sразу. Bizda buncha narsani topa olmaysan-da. Topsang ham juda ham qimmat bo'ladi uni arenda qilishing. U ham to'g'ri, lekin menga ko'proq nima yoqdi, shu katta shaharlarda men ko'rganimda shu o'rab qo'yishi. Da. Muhim joylarda shunaqa qilib qo'yar ekanlar. O, nima bu? Bu nima? Mana sud mail deb qo'yibdi. Bilmadim, brief servis deb qo'yibdi. Xat tashir ekansan. Ha, bu Pochta ekan. Pochta ekan bu, xo'p. Brief marka deb qo'yibdi. Kichkina qog'ozlar bor-ku. O'sha xat tashlaversang, jo'natib berar ekanda. Bu-chi? Bunisi sigaret avtomat. Sigaret avtomat ham bo'ladimi? Qara, karta 3 sekund 5 so'm pleb marka Velen deb qo'yibdi. Wow, bosib ko'rasanmi? Yo'q, qo'rqaman. Ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Ishlaydi, naverno. Ajoyib. Mamta sigaretlarni tipa nomlarimi? Turlari bu. Sigaret turlari, o'sha xohlaganingizni tanlab, mamtga yoki tanga tashiysiz mametiga. Sigaret qayerdan chiqib kelar ekan? Tagidan chiqib kelar ekan. Men o'ylayman, mana mamtdan to'rtburchakda. To'rtburchak, mana shundan chiqib keladi sigaret. Men hech qachon bu sigaret anaqasini ko'rmagandim lekin. Avtomatini. Ajoyib. Прикольный-da? Da, очень. Qani ichkarida nima bor ekan yaxshiroq? Qanaqadir bilmayman, kelasi kilo qo'yib qo'yam. Qarang, su Fershenken deb qo'yibdi. Просто подарок ekan. Yo'q-e? Da. Boramizmi? Bitta ko'raychi. Demak, bu xohlagan narsani tekinga ol deganimi? O'sha narsalar-da подарок ekan. Men aytdim, shu kerak emas narsalar qo'yib qo'yganmi deb. Shetdagi narsalarni tekinga olsa bo'lar ekan. Просто подарок deb yozib qo'yilgan ekan. Kelinglar, qarab ko'ramiz nimalar o'zi bor ekan. Совершенкин подарок. Vau, bu yerda kitoblar bor ekan. Mana. Har xil kitoblar, disklar. Bu yerda hammani o'zini kitoblari. Bu yerda mana bunaqa ramka. Qaranglar. Hammasi tekin. Mana bu yerda mana bunaqa chiroyligina. Menga yoqdi. Chiroyli-ya, bilmadim nimaga. Mana kошелечек. Bu yerda boshqachasi ham bor ekan. Mana bu ham chiroyli ekan. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda kosachalar bor ekan. Ajoyib. Tuvak. Tuvaklar bor ekan guliga. Xo'p, ushlab turing. Zo'r ekan, menga yoqdi. Nimadir olgim kelmadi. Turishmaydimi? Yo'q, mana yozib qo'yibdi. Menimcha hammasi emas, balki mana savatchan ichidagidir yoki hammasi deb o'ylayman. Hammasi deb o'ylayman. Mana shu yerga bekorga mapga qo'yib qo'ymagan-ku. Menga hozir bunisi yoqdi. Kошелек. Juda ham удобный ekan. Bu ham yoqdi. Qani? Bunisi uncha emas. Manosi oddiy-da. Chiroyli-ku. Pul solgani. Mana shu yoqdi, bu bir. Keyin balki mana faqat kitoblardir. Yo'q, hammasi. Hammasi deb o'ylaysanmi? Ha. Menda kiyim ham bor ekan. Menga ham qiziq. Qarang. Zo'ramda chuchuvara qo'ysa bo'ladi-da, hamga sousini. Zo'r idishi. Juda chiroyli. Hamda disk ham bor ekan qanaqadir. Krieg und Frieden. Hamda kiyimlar bor ekan. Boshqa keraksiz kiyimlar bor ekan bu yerda.
Mana bucha. Qarang. O, men pirog qiladigan idish bo'lsa kerak. Qarang. Pirog qiladigan idish bo'lsa kerak. Germaniyada yashayotganlar kim kitob o'qiydi nemischa? Mana. Tekin ekan. Shuncha kitob. Ichkarida magazin ekan. Vau, qarang. Nemischani tushunganimizda o'qirdik. Farruh aka, ichkarida normalniy magazin bor ekan. Hech kirib ko'rmagan ekanmiz. Kirib ko'raylik qachondir. Bo'ldi. Katta ekan. Mana bu yerda pastda ham qarang, mana bu yerda sumka, oyoq kiyimlar. Menga yoqadi bunaqa narsalar. Ruscha kitob ham ekan, hech bo'lmasa men nemischani bilmayman. Bo'ldi. Ketdikmi? Ketdik. Like. Zo'r ekan, bilmagandim. Bu aylanish bahonasida bilib oldik nima borligini. Ha? Zo'r, a? Zo'r, o'ynam bilmagandim. Ajoyib. Ситорабоно? Ha? Возможно, вот это велосипед там. Yoki Я думаю, да, velosiped ham tekin. qaragan o Eskirib yotibdi-yu. qaragan o balonini nimasi yo'q-da, dami yo'q-da, gazi yo'q. Ha. Havosi yo'q, qara. Ha, olib ketgan Kuchayib bo'ladi. turibdi-da. Menimcha ana shu velosiped ham bo'lsa kerak. Menga yoqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa like. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa like. Hoppa. Zo'r-a? Qarang, bugun aylanamiz deb chiqib shuncha o'zimiz bilmagan narsani ham ko'ryapmiz. Aytgancha magazinning ichida juda ham ko'p har xil narsalar bor ekan. Keyingi safar ochiqligida kelib aylanib ko'rsa bo'lar ekan. Mana bu esa hali. Bu Rat House. Mana shu Rat House. Mahalladagi. Seva mahalla komdi. Mahalla kom desa bo'ladimi, yo'qmi? Mahallani, Men ham zo'r tushunmayman shu nimaga. mahallani hamma narsalar. Dokument ishlarni qiladi-da. Mana bu yerda bank, Volksbank, Xalq banki bor. Ammo bizdan ham bilmayman qanaqadir kasalxonami? Borib ko'ramizmi? Bilmayman nimaligini. Namichi House Silvester. Har doim yopiq turadi. Nima u? House degani uy, Uy. Silvester degani Silvester. Silvesterda uy. Ko'lda oldiga ketyapmiz. Ko'lmi? Ha. Bugun sizlar bilan bitta yoki kamida ikkita ko'l ko'ramiz. Chiroyli joy. Hozir birinchisiga ketyapmiz. Zakvay degan joyga. Sebabi nima o'tib ketdi? Chiroyli joy. To'xtamas edimda, orqada mashina kelyapti o'shaning uchun. Ha. Hoppa. Yuring. Ha, chiqdingiz mashinadan. Bo'ldi, cho'tki. Bo'ldi. Yaxshimi? Hech kimga xalaqit qilmaydi. Hozir mana pastga ko'lga boramiz. Vau, qanaqa tinch, sokin. Hech kim yo'q. Mazza. Keyin qo'lingizni bera qoling. Qayerga ketyapsiz? Oyog'im yugurib ketyapti. Kalla otvormang. Oyog'im yugurib ketdi. Kiyamangizni kimdir to'ntarib tashlabdi-ku. Qani? Mana. Nima To'ntarib yashab kelmadi, doim anaqa qilgim keladi mana. Nima bo'ldi? Qayerga yugurib ketib qoldingiz? Oyog'im yugurib ketdi. Mana yon atrof. Mana shunaqa Qani, joy. ketdik. Men yo'l boshlayman sizga. Yo'l boshlangchi. Yoki baliq oviga kelasizmi? Bu yerga manzarani tomosha qilgani kelaman. Muzlabdi. Birinchi bilasizmi nimani sezdim men bu yerda? Mayin shabada va judayam toza havo. Har bir nafas olayotganda toza nafas olaman qanaqadir. Aynan bu yerda emas, umuman shu yerda. Rosa ham chiroyli kartina chiqyapti. Ko'l muzlagan. Tushib ketmang. Xo'p, bo'ladi. Zo'r, lekin juda ham chiroyli, menga yoqyapti. Yo, muzlaganni birinchi marta ko'ryapman aytgancha. Vau. Bu yerda даже piknik qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana bitta o'tirib piknik qilsa ham bo'ladi, to'pato'g'ri.
Chiroyli. Da. Muzlagan ko'l. Ishdan keyin shunaqa joylarga kelib, bunaqa skameykalarga o'tirib olib Gap sotib o'tirsa ham bo'ladi. Yana qarang. yoki просто jim o'tirsanglar ham Просто bo'ladi. jim, kitobxonlarga zo'r bu joy, men o'ylayman. Da, O'tirib, da. kitob o'qib o'tirishga. To'g'rimi? Da, kitob o'qiydiganlar kommentariyaga yozamiz. Men o'ylayman, kitob o'qiydiganlar mazza qiladi bu yerda o'tirib, toza havoda kitob o'qib, yana manzara, yana hech kim bezovta qilmaydi-da. Nima deydi? Yolg'izlikni bitta o'zi o'tirish yaxshi ko'radigan odamlarga bu joy juda ham to'g'ri kelsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu hech kim sizga xalaqit qilmaydi. Hech qaysi odam o'tmaydi bu yerdan. Tinchda. Tinch yoki imенно siz aylanayotgan paytingiz yana kimnidir aylangisi ham kelib qolmaydi. Ayniqsa shanba yakshanbada. Hozir o'zi chekkaroq joy, bu yerda mashina juda ham kam o'tadi. Shanba yakshanba kuni вообще bo'lmaydi. Mana hozir umuman bitta ham mashina eshitilmayapti. To'g'ri, menga ham eshitilmayapti. Menga o'zi shunaqa pogoda yoqadi. Quyosh chiqsa, qishda и havo ham такой нормальный-da. Mana bunaqa bitta jemshirda to'g'ri. O mana bitta mashina o'tib ketyapti. No, baribir unaqa bezovta qilmaydi-da bu yerda. Mana hozir shapka kiymaganman. Sovqotmayapman. Mana. Boshim sovqotmayapti. Muz qanchalik qalin deb o'ylaysizlar? Yorib Keling, ko'ring. mana ushlab turing, men yorib ko'raman. Tushib ketmaymizmi? Qo'lingiz bilan yorib ko'ring, men. Davay. Davay. Qiziq. Sen qilib ko'rasanmi? Yo'q, siz. Qani? Oyog'ingiz bilanmi, qo'lingiz bilanmi yorib ko'rasizmi? Normalniy shekilli muz. Yo'q, ko'tarmaydi. Ustida yursa-chi, ko'tarmaydimi? Yo'q, mana suvga tushib ketyapti. Hozir bor yukim tashlasam, Tushib oyog'im ketasizmi? tushib ketadi. Men mana shu yerda o'rtada turib rasmga tushaman. 500 ta like qo'ysanglar, men shunga ustiga chiqaman. Hozir tushib ketsam bo'ldi, sayohatimiz tugaydi, uyga qaytishimiz kerak. Oyoq so'qatib qoladi. Ushlab turing, men ham bosib ko'rmoqchiman. Tushib ketmang. Ha. Ha? Qali, Bilmasam, tushib ketadi. boshqa joydan, qalinroq joydan turish kerak. Yo'q, shunda ustiga chiqsang tushib ketadi, qirs etib. Unda bitta oyog'ing bilan sekin bos. Ha. Ana aytdim-ku. Tushib ketmadim. Kirmadi oyog'im. Muz tushib ketdi. Qani? Oyog'im kirmadi. Kirmadimi? Yo'q, yaxshi. Tushamiz ya. Men xayolimda muz ko'tarsa o'rtaga turib rasm tushaman demoqchi edim. Yaxshi ham chuqur emas bu. Hozir sen qutqaryapman endi. Takrorlab ko'rmanglar buni. Buni professionallar Faqat qilgan. Da. Uyda takrorlab ko'rmanglar. sog'in tun. Zo'ra. Baribir. Mazza. Mamitgachi piknik rostdan ham olib kelib o'tirib, choy ichib o'tirsa bo'lar ekan. Zo'ra. Hozir mood video bo'ladi. Sizlar uchun такой лёгкий muzika bo'ladi. Bunaqa природаdan naslаждаться. U yoqdan yurib kelaylik unda, bunaqa. Bo'pti. Men to'sib turaymi seni? Mod videoni buzyapsan. Nima qilmoqchisan? Просто bunaqa qilishadi. Siz bunaqa turasiz. Men bunaqa turaman, tiba yuzini ko'rsatmaydi. Yo'q, ular bizga qaramaydi. Prirodadan masalan. Romantikani tushunmadingiz. Ana, romantik ko'rdingmi? Mana aka. Kim yopishdi menga? Mendanmi endi ayb? Magniti qani? Qayerda edi o'zi mikrofoningiz?
Mikrofoningiz qayerda turadi o'zi? Ushlab turing. Men sezdim tiqir qilish. Tiqganini. Mana. Hoppa. Qanaqa olamiz? Hoppa. Kamerani olib kel. Mana cho'p bor ekan bitta. Ko'rdinglarmi? Mana. Ishing cho'p bor. Ko'rsat mana. Qani? Mana. Mikrofonda magniti. Tushib ketdi. Siz tushirib yubordingiz. Buni ola olmaymiz buni. Seni barmog'ing kiradimi? Kirsa kerak, ha? Ne? Ishing. To'xta. Bol. To'xta. Sal anaqaga tushib ketadi bu. Hozir. Juda ham ehtiyotkorlik bilan olish kerak. To'xtab tur. Shoshma. Bunday kiradimi qo'ling? Qani qilib ko'rchi? Mana. Juda ham akkuratni olishing kerak. Bunaqa emas, men bunaqa o'qib olsam-chi. Bunday qilsang tushib ketadi pastiga. Hozir mana o't ushlab turibdi, xolos, buni ko'ryapsanmi? O't ustida turibdi. To'xta. Nimaga to'xta deyapsiz? Sen aytgan anaqa bo'yicha ola olmaysan. Ola olmayman. Tushirib yuborasan. Ishonmayapsiz-da. O'zi dumaloq qani? Cho'ntagingizni soldingizmi tayinli joyga? Yurmang unaqa. Yurganingizda ham qimillayapti mana. Sizlar tushunishinglar uchun bilmadim, ko'rindimi yo'qmi? Prosta yog'ochni o'rtasida o'tlar o'sib qolganda, o'tni ustida turibdi, kichkigina narsa. Sen buni bunday bosib olaman debsan, tushib ketadi bu salga. Bunday qilib olaman. Bunday qilib qo'ling tiqqani, u ham sig'mayapti. Meniki вообще kirmaydi. Xo'p, qanaqa variant bor? Hozir o'ylayapman shuni. Bunday qilib olsang-chi, bunday qilib. Shunaqa ola olmaysan-da, mana bunday bosib olaman deyapsan. Qo'ling sig'maydi, sen pastga bosasan hozir. Tushunayapsanmi? Bo'ldi, kallam ishladi. Magnitni tortadi-ku. Mana bunday qilib olsak bo'ladi. Davay. Ana qimillayapti. Ana qimillayapti, men uni qimillatyapman, ko'rdingizmi? Bu taraf. Wow! Ko'rdingizmi? Malades. Ko'rdingmi? Men to'xtatmaganimda sen barmog'ingni tiqarding. Voy. Sal qasam mikrofonimdan ayirardim. Mana bu mana bunaqa narsa. Mana. Mana mikrofon, bu shtob kiyimga anaqa qilish uchun magnitdir. Men kallam ishlab qoldi. Mana birinchi ko'ldan ham chiqib, endi yana shunaqa chiroyli havoda ikkinchi ko'lga ketyapmiz. Ko'lmi ham? Da. Ham ko'l o'rmonda ichida. O'rmonning ichida, mana mahallamiz ichidan sekin yurib ketyapmiz. To'g'risini aytsam, men вообще mazza qilyapman. Birinchidan havo juda ham zo'r, ikkinchidan quyosh, uchinchidan bilmayman, anchadan beri bunaqa aylanmaganim uchun men qanaqadir nachilini расслабление aynalib yuribman-da. Eng zo'r aynalish bu qatgadir borib zo'r joylarda aylanmaydi odam. Men o'ylayman, eng zo'r aynalish prosta o'zini yaqin insoni bilan oddiy bitta ko'chaga chiqib ham gaplashib, aylanib kelsa ham u mazza bo'lsa kerak. To'g'rimi? Men bilan. Wow. Muzlab qoldim, betam chiroyli muzlab qoldim. Podcast yozgan joyimiz. Bitta 5-6 ta, 2-3 mashinalar bor ekan. Kampirlar, chollar o'tiribdi. Bu ikkinchi ko'l.
Tinchlikmi? Tinchlik aytsamizga ham keldik. Ya, Sitora Bonu. Kayfiyatlar qanaqa kayfiyatlar? a'liq. Miyam damovyapti. Mana shunaqa o'rmon. Mana Sitora Bonu. Nasa? Qayerga yuramiz? Nima olsin? Bilmadim. Mana bu boboylar dam olib o'tiribdi. Qaysi biri birinchi qo'l chiroylimi yo bunisi? Menga ikkinchisi. Birinchisi. Birinchisi? Bilmayman qanaqadir birinchisi anaqa. Bilmadim, menga birinchisining bunaqa joyi bor-ku. Ko'llar ichida. O'shanisi ko'proq yoqadi. Qara bu yerda ham skameykalar bor. To'g'ri. Bir qarab ko'ring. Lekin ertaga prям yaqinda skameykasi. Bitta sal salqinroq ekan havo. Sal sovuqroq ekan. Ha. Aytgancha bu videoni ko'rayotganinglarda уже Sitora Bonuni 10 mingta подписчики bo'ladi. Tabriklab qo'yinglar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nima? Ну, что-нибудь красивое напишите. 10 mingta bo'ldi. 10 mingta bo'ldi, 10 mingta. Hozir nechta edi? 993. Ana ko'rdingmi? Eshitdinglarmi? Bang dedi. Ovlashyapti nimadir. Qushmi? Shovlayapti. Nima qiladi ekan qush? Yeydimi? Просто hobbi bo'lsa kerak ovlash. Becharalar. Yana bir marta bu videoni ko'rayotganinglarda Sitora Bonuni уже 10 mingta подписчики bor. Kirib kommentariyaga nimadir chiroyli yozib yuboringlar. Rahmat. Приятный kommentariyalarni. Bizda 10 mingta bo'ldik. Hozir ertalab ko'rganingizda nechta edi? 9.93 ta. 93 ta. Yana 700 ta odam kerakmi shunda? 700 ta odam nima bo'libdi? 700 ta emas? 70 ta. 9930 ta edi. Ya'ni 70 ta odam kerak. 70 ta odam ekan. 700 ta emas, 70 ta. 700 ta emas, 70 ta. 70 ta. Sizlar ham kirib подписаться qilib qo'yinglar. Mazza. To'g'rimi? Siz nima deysiz? Men aytaman. Instagramingizda ham почти 10 mingta borlar. Yo'q, 9000 ta endi bor. Ha, endi 9 mingta. Instagramda подписчик yig'ish qiyin. Keyin Instagramda anaqa odamlar zloy qanaqadir. YouTube'da anaqadir yaxshi odam deb bo'layman. YouTube'da yaxshi. Bu ham bo'ladi 10 mingta. Shunaqa qilib bugungi podkastimiz tugadi. Sizlarga video podkast. Podkast olib o'rganib Shunaqa qilib bugungi videomiz tugadi. Bugungi videoda ham biz o'zimizni, shaharimizni, mahallamizni, yashayotgan joyimizni, qanchalik ko'cha tozaligini ko'rsatmoqchi edik va sizlarga shunaqa ikkita ko'lni ko'rsatib, havosini tozaligini, qanaqadir atmosferasini yetkazib bermoqchi edik. Ko'rganinglar uchun rahmat. Like, kommentariy, podpiska. Yana nima? Hammaga omad. Va 10 mingta bo'lganim bilan nimadir yozib tabriklasanglar bo'ladi. Всё, пока. До свидания. Ketdik. Xayr. Ay, mazza qilman lekin bor. Aylanib.